Bugungi obzorimizda xalqimiz sevib haydaydigan Equinox bu oddiysi emas, yangilangan gibrid versiyasi. Avtomobilimiz 1,5 litrli turbo dvigatel va bitta elektromotor bilan jihozlangan. Umumiy hisobda 270 ot kuchiga ega va 0 dan 100 km/soat tezlikka bor yo'g'i 7 soniyada chiqa oladi. Benzabak hajmi 46 litr tashkil etadi va bu avtomobilimiz har 100 km ga 6 litr yoqilg'i sarf etadi. To'liq bak va to'liq zaryad bilan 900 km dan ziyod masofa bosib o'ta oladi. Salonga o'tirishimiz bilan ko'zga tashlangan birinchi jihat transmissiyaning yangi joylashuvi. Ikkita monitor, 360 gradusli kamera, avtoparkovka. Klimatni sozlashimiz uchun mexanik knopkalar hamda telefonni zaryadlash uchun беспроводная zaryadka. Katta panorama lyuk. O'rindiqlarimiz napakoja hamda alkantara bilan qoplangan bo'lib, bu unga juda ham chiroyli ko'rinish berib turibdi. Oldindagi ikkita o'rindiqlarimizda elektrik privodda bo'lib, abduf hamda abagrev funksiyaliga ega. Bagajimiz hajmi 648 litrni tashkil etadi. Siz bu yangilangan Equinox'ni Xitoy Respublikasidan buyurtma berishingiz mumkin. Biz esa qisqa muddat va ham bevosita naqdga yetkazib beramiz.